Assalomu alaykum. Siz bilan bog'liq holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ozgina bir o'sha vaziyatda transportdan boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlangansiz, ya'ni hayotingizni bu xavf ostiga so'qish. Insonni bu xavfsizlik kamari birinchidan ushlab qoladi. Qachon bo'lgan, nima bo'ldi bu vaziyat? Endi men shu videoni ko'rgan bo'lsanglar, Sherali Jo'rayev qo'shig'ini aytib, sudlarga kirib chiqib yurgan paytimizda endi ozgina asabiylashib, remen taqish ham esdan chiqib qolibdi. O'zim ham nima deydi, remen taqmasdan yurmayman. Qonunlarga hurmat qilaman. Endi xudo xolasa jahl chiqqanda ham men remen taqamiz, xudo xolasa. Qonun qoida hamma uchun barobar. Siz ham mana transportda boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqishingiz shart. Shahrimiz aholisi mehmonlaridan, nima yurtdoshlarimiz avtomashina boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqib, avtomashina boshqani so'rab qolamiz. Mana bularga ham chora ko'rildi. Ba'zi bir inson aytadi, mashhur insonlarga chora ko'rilmaydi deydi. Siz ham shu ijtimoiy tarmoqda san'at olamida bir mashhur insonsiz. Endi qonun hammaga teng. Men bundan hech xafa emasman. Aksincha xursandman. Nimagaki bu videoni ko'rib yana ham bir qonunni hurmat qiladigan insonlar ko'payadi deb o'ylayman. Haydovchimiz yo'l harakati qoidalari 9-bandiga amal qilmaganligi uchun bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan yo'l madaniyatiga, yo'l harakat qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.